Xudoga shukr. Bugun bolalar biz bilan qoladi, chunki bugun bizlarda qutlug' kechlik. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar yana bir bor. Hozir bolalar uchun ibodat qilamiz. Nima sababdan bolalar biz bilan qolish kerak? Juda ham muhim mana shu bolalarni yoshlikdagi olayotgan ta'limi juda ham katta ahamiyatga ega. Muso payg'ambar haqida bilamiz. Bu Yevrey xalqining eng buyuk payg'ambarlaridan biri Muso payg'ambar. Muso payg'ambarni ular izdoshi desak ham xato bo'lmaydi. Chunki ular o'sha Muso payg'ambar yozgan Tavrotga asoslanib, ular mana shu diniy urf-odatlari, marosimlarni bajaradi. Demak, Musoni juda yuqori darajada ko'radi. Chunki Xudo bilan ko'rishgan deb aytadi-da Musoni. Xudo bilan yuzma-yuz ko'rishgan faqat Muso deb aytadi. Yevrey xalqi Misrda 400 yil mobaynida Misrga qul bo'lingan edi. Isroil xalqi. O'sha paytida Firavun boshqa xalq bizni xalqimizga hujum qilganda, bu Isroil xalqi dedi, ularga qo'shilib bizga qarshi bo'lib chiqadi dedi. Bular juda ham ko'payib ketib qoldi dedi. Isroil xalqini o'zlaridan doyalar tayinlab, homilador bo'lgan ayollarga nazoratga qo'ydi. O'g'il bola bo'lsa o'ldirilsin, qiz bo'lsa qolsin, chunki qizlar kanizak bo'ladi. Bizni askarlarimizga kanizak bo'lib yuraversin ular. Lekin o'g'il bolalarni o'ldiringlar, shunda bularni ko'payishini to'xtatgan bo'laman. Tug'ayotgan vaqtida Xudo doyalarning yuragiga qo'rquv berdiki, ular tug'rishiga yordam berdi. Ko'rsaki, Isroil xalqini ayollari tug'yapti, o'g'il bolalar ham o'ldirilmayapti. Chaqirdi. Nimaga sizlar qonunga bo'ysunmayapsizlar? Men sizlarga bergan qonun bor. O'ldirilish kerak o'g'il bolalar deganda, bular bizni ayollarimizga o'xshamaydi, bu Isroil xalqining ayollari. Xuddiki dala hayvonlariday borgancha tug'ib qo'yapti deb aytdi. Chunki Xudo ularni yuragiga qo'rquv qo'ydi. O'sha paytida Muso payg'ambarning onasi chaqaloqni olib podshohdan yashirdi va qamishdan savat yasab qayerga oqizdi? Qamishzorga, to'ppa to'g'ri. Daryoga qo'ydi, Nil daryosiga, Qamishzorga qo'ydi. Qiziq narsa. Men doim shu narsani o'qiyotgan paytimda ayol kishini donoligini eslayman-da, qarang. Musoni onasi juda aqlli bo'lgan. Masalan, hozir qora, hamma joy qor bo'layotgan bo'lsa, bir satl ko'mir tashlasalaring, yuqoridan ham, uzoqdan ham shu ajratib turadi-da, qora bilan oq tez ajraladi, to'g'rimi? Agar bir xalta paxta to'kib yuborsalaring, bilmaysiz. Sababi oppoq bo'lgani uchun bilinmaydi, to'g'rimi? Harbiy askarlarning kiyimi bor, ular faslga qarab kiyinadi. Kuz vaqtida sariq kiyimlari bor, chunki ular shunaqa sekretni, shunaqa maxfiy askarlar bor. Ular o'rmonda yuradi, bilmaysiz ularni. Agar bahor fasli keladigan bo'lsa, ularni yechadi-yu, yashil pitnolari bor. Barglar orasida tursa ham, daraxtda tursa ham uni ajrata olmaysiz. Tepadan vertolyotdan ham ko'rsangiz bilinmaydi. Qish bo'layotgan bo'lsa, oq pitnolari bor ularni. Musoni onasi buni qadimda bilgan. Qamishdan savat yasab, Qamishzoriga qo'ydi deb yozyapti. Nima uchun? Qamishlar orasida ko'rinmaydi-da u. Asrash maqsadida. Suvga qo'yib yuborgan paytida uni opasi Maryam kuzatib bordi. Qani ukamning taqdiri bilan nima bo'ladi deb. Firavunning qizi cho'milishga kelgan paytida ko'rdiki, chaqaloq juda ham yoqimli bola bo'lgan. Xudoning nuri bo'lgan unda. Agar dedi kim shu bolani boqib, ulg'aytirib bersa, uni mukofotlayman deganda, Musoning opasi aytayapti, men bilaman, agar xohlasangiz, u sizga emizib, katta qilib ulg'aytirib beradi. Qarang, olib borib, o'zini onasiga olib borib berdi chaqaloqni, qarang. Xudoning mo'jizasini qarang-da. Ilm ma'rifatda, donolikda juda ham o'qimishli bola bo'lib yetishdi u. Lekin Firavunning huzurida u butun boylikda yashadi u bola. Ulg'aygan vaqtida qarasaki bir misrlik, bir yahudiy o'zini xalqini azob berib urib yotgan ekan. O'sha paytida Muso borib o'zini xalqini himoya qilish maqsadida u misrlikni urib o'ldirib qo'ydi va qumga ko'mib qo'ydi. Nima sababdan o'ldirdi uni? O'zini xalqini himoya qilish uchun. Demak, Muso bilgan, Isroil xalqi men orqali
ozodlikka chiqadi, qullikdan ozod bo'ladi. Bu Isroil xalqidan ekanligini Musa yaxshi bilgan. Endi sizlarga savol. Musa Yevrey, ya'ni Yahudiy ekanligini qayerdan bilgan? To'ppa-to'g'ri. Unga onasi aytgan. Ana shu onasi uni yoshligidan qulog'iga quyganligi uchun u kattarganda ham kim ekanligini unutmadi. Yoshlikdan bolani to'g'ri yo'lga solib tarbiyalasang, u kattarganda ham qiynalmaydi deb Hikmatlar kitobida yozgan. Uni sen tarbiyalada, erta kattarganda ham u Masihiy ekanligini unutmaydi. U haqiqiy Xudoning farzandi ekanligini unutmaydi. Yoshlikdan tarbiyala. Sulaymon payg'ambar juda ham dono odam bo'lgan. Sulaymon payg'ambarday dono odam bo'lmagan. Bundan keyin ham Sulaymonday dono, bunday boy inson bo'lmaydi. Adolat bilan xalqni boshqarishim uchun menga donolik ber deganligi uchun Xudovand aytayapti, sen to'g'ri so'rading. Dushmanlarni jonini so'ramading mendan. O'zing uchun boylik so'ramading. Sen to'g'ri narsa so'raganliging uchun senga donolikni ham beraman, boylik bu qo'shimcha qilib beraman deb aytdi. Shu uchun Sulaymon payg'ambar bu so'zlarni men onamdan o'rganganman dedi. Betsheva unga yordam bergan. Qancha qiyinchiliklardan o'tgan ayol. Insonning boshidan kechayotgan qiyinchilik, sinovlar insonning dono bo'lishiga sabab bo'ladi. Hozirgi qiyinchiligimiz biz uchun nastavnik bo'ladi. U ko'p nasihatlarni otasi Davuddan o'rgangan. Shuning uchun men demoqchimanki, bolalarga berayotgan ta'lim, tarbiya, to'g'ri maslahat, to'g'ri gaplar juda katta ta'sir qiladi. Bolalar bizning hayotimizga qaraydi. Bugun men namuna bo'lishim kerak. Bugun men bolalarda oldida o'rnak bo'lishim kerak. Agar sen faqat gapirsang, lekin hayoting Xudoni aytgani bo'yicha yurmasang-da, u ishonmaydi. Sizga qarshi ham chiqishi mumkin. Bugun men hayotim Xudoning kalomi bo'yicha o'zim amal qilaman. O'zim har kuni kitob varaqlab, kitob o'qiyman. Kim bolalarim kitob o'qinglar desa, uyda ko'rganda, xuddi bola ham otasidan yo onasidan o'rganib kitob o'qigisi keladi. Tushunmasam hech bo'lmasa varaqlab, opalar gulga qiziqasiz uyda. Ertaga sizni bolalaringiz, qizingiz ham albatta ana shu gulga qiziqadigan bo'ladi. Chunki sizda ko'rganda, uyda ko'rgan shu narsani. Yoki uyda sigaret chokib yursangiz, bolalaringiz albatta chokishga qiziqib yuradi. Chakmasa ham druchkani olib bitib turadi. Siz ko'rganda, qalam bo'lsangiz ham bitib turadigan bo'ladi. Boshqa narsa ko'rmagan. Shu uchun uyda biz to'g'ri namuna bo'laylik. Bizga qaraydi. Bugun men jamoatga, Xudoning xizmatiga bugun men faol bo'ladigan bo'lsam, bolalarim ko'radi, eslaydi. To'xta deydi, meni bilasan, bobolarim, meni dadalarim faqat jamoatda bo'lgan. U Xudoni ulug'lagan edi. Biz ham shunday qilamiz deydi. Shu uchun ota-onalarda juda katta mas'uliyat bor. Bizlar to'g'ri ta'lim berishimiz kerak bolalarga. Ana shu bolalar o'rganadi. Bizdan o'rganadi. Va to'g'ri ta'lim oladi. Bular yoshlikdan o'rgansa, erta kattarganda ham qiynalmaydi. Ular kattarganda ham haqiqatdan to'g'ri xudojo'y bo'lib yursa, biz qaraganimizda bizga ham yaxshi. Bolalarimiz darvadar, Xudo bexabar, Xudo bezori emas, aqli raso, bir madaniyatli, bir murosali odam bo'lsa, bolalarimiz qanday yaxshi. Shu uchun bolalarga nasihatni ayamang, tanbihni ayamang, ibodatni ayamanglar. Bu juda ham muhim. Ibodat qilamiz bolalar uchun. Osmonni yerni yaratgan Xudoyim, bizlar ibodat qilamiz Xudoyim. Farzandlarimizni o'zing asragin. Bolalarimiz uchun bizlar senga duo qilamiz, chunki juda ham muhim bu ibodat Xudoyim. Agar bizlar seni qo'lingga ishonib nimaniki topshirsak, o'sha topshirgan narsamizda marhamat bo'ladi Xudoyim. Otajon rahmat.